Bu Dayarnizorimizni tankxonasi. Mana bu ichkarisi bu. Mana bu molxonamiz. Standart molxonamiz mana shu. Mana shu dugolarimiz, mana vannamiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi, suvli. Suv doim turadi buning ichida. Kamaysa suv tushaveradi. Mana chetlari mana shunday, yonlari mana shunday ochiq bo'ladi. Bu mana shu mollarning yotoqxonasi. Har biriga отдельно mollar yotadi. Buni tagiga rezin to'shaladi. Mana bu tomoni yem yeydigan joy, mana 5 metrlik joy. Bu mana shu ikki tomonlama yem yeydi. Mana shu. Mana shu katta ustamiz, mana shu quruvchi ustamiz ana shu. Mana shu tomonda mana qumli joyi bor. Hozir qumli joylarini ham ko'rsataman. Mana ventilyator qo'yilgan. Havo haydashga, mana shamollatib turishga. Mana qumli zonamiz. Xohlasa mana bu qumga kelib yotadi. Xohlasa mana bunaqa steshkada yotadi. Mana vannamiz tayyor. Hali suvi ochilmagan, mana ochamiz. Mana suvni ochamiz, to'lgandan keyin bu ham o'zi to'xtaydi. Avtomatik to'xtaydi bular. Mana shunday molxonamiz mana shunday tugatildi. Yonlari salafan tortiladigan bo'ladi, salafan bilan yopiladi.